Assalomu alaykum. Bilarmidingiz, tarixda vatani uchun kurashgan, vatanining erki, ozodligi, Turkiston uchun kurashgan, ularning bolalarining, farzandlarining mustaqil, hur fikrlashi uchun jonini fido qilgan, ayanchli qismatlarga, tahqirlarga chidagan o'zbek ayollarining, o'zbek jadid ayollarining taqdiri qanday bo'lganligi haqida xabardormisiz? Sharifa Salimovaning "Qabohat saltanati" nomli asari 20-asrning 20-30-yillariga bag'ishlanadi. Aynan bu asarda yuqorida keltirganidek, jadid ayollarimizning chinakam matonati, sabri haqida va ularning ayanchli qismati haqida tasvirlanadi. Ayollarimiz chinakam tabiatning rishtalaridan tuzilgan noyob xilqat vakillaridir. Asar qahramonlari Maryam Sultonmurodova, Xayriniso Majidxonova, Tojixon Shodiyeva, Hikmatjon Fitratova, Maqsuda Ishoqova kabi bir qancha o'zbek ayollarining ayanchli qismatiga bag'ishlanadi. Xayriniso Majidxonova Majidxon otaning yagona qizi. U Germaniyaga vatanining hur va ozodligi uchun o'qishga yuborilgan ayol qizlardan biri hisoblanadi va u yerda materiallardan, u yerda tabobat ilmi haqida ma'lumotlarni chuqur puxta egallanadi. Vataniga qaytib kelgandan so'ng esa vatan uni ochiq yuz bilan kutib olmaydi. Aksincha, vataniga qaytib kelgandan so'ng aksi inqilobchi, millatchi deya uni hibsga oladilar va hibsda unga bir qancha ayblovlar berilib, imzo chekishni talab qiladi. Lekin uylarini tortib olishadi. Endi ruhingiz rohatda bo'lsin. Tugamas tarixga bergan savollar, farishta qavmida ketdingiz ulug', yorini sotmagan dilbar ayollar.